Bilarmidingiz? Elektr toki o'tib turgan qurilmani ham yuvish mumkin. Bu ustani ko'rgan odam uni yo aqldan ozgan yoki o'lmas odam deb o'ylashi mumkin. U yuqori kuchlanish ostida ishlab turgan elektr shitni shlang bilan yuvmoqda. Birozdan so'ng qisqa tutashuv yoki kuchli portlash sodir bo'ladigandek tuyuladi, ammo hech narsa yuz bermaydi. Sir shundaki, shlangda oddiy suv yo'q. Bu elektr jihozlarini kuchlanishsiz o'chirmasdan tozalash uchun mo'ljallangan maxsus dielektrik suyuqlik. U juda yuqori elektr qarshiligiga ega bo'lganligi uchun tok uning orqali o'ta olmaydi. Suyuqlik changu kirlarni yuvib tashlaydi va bir vaqtning o'zida elektrdan himoya qiluvchi xavfsiz qatlam hosil qiladi. Natijada elektr shiti mutlaq toza bo'lib, ishlashda davom etadi. Endi savol, siz ishlab turgan elektr jihozini shunday usulda yuvishga jur'at qila olarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.